Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Tacikistanda yüz bergan qurolliq hujumda 3 Xitoy o'ldi. Bir necha kun ilgari Tacikistanda yüz bergan qurolliq hujumda 3 Xitoy o'lib, 1 Xitoy yaralangan. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, Tojikiston Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, 26 noyabr kechda 4 Xitoy fuqarosining chegara rayonida uchquchisiz havo apparatining hujumiga uchraganligini, ularning 3i o'lib, birining yaralanganligini bildirgan. Xitoy elchixonasi bu xabarni dalillagan. Hujum voqeasi Tojikiston bilan Afg'onistonning chegarasiga joylashgan Xatlon viloyatining Shamsiddin Shohin rayonida yuz bergan. Tojikiston Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, bu qatimliq qurolliq hujumning nishoni Shohin SM cheklik shirkati ekan. Mazkur Xitoy fuqarolari bo'lsa, bu shirkatning xizmatchilari ekan. Hujum Afg'oniston tavalligidan qo'zg'atilgan bo'lib, uchquchisiz havo apparatiga qo'l bombasi va miltiq o'rnatilgan ekan. Xitoyning Tojikistonda turishliq bosh elchixonasi ijtimoiy taratquv hisobida bu voqeani va bir qism tafsilotlarni dalillagan va Xitoy fuqarolarini chegara rayonlariga mablag' solmaslikka yoki ishlamaslikka chaqirgan. Mazkur qurolliq hujumning Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Tojikistonni ziyorat qilib, prezident bilan ko'rishib, bir necha kundan keyin yuz berishi diqqat qo'zg'amoqda. Anqarada Xitoyning jinoyatlari kun tartibga keltirilgan muhim yig'in o'tkazildi. Anqara ijtimoiy fanlar universitetida Uyg'urlarni majburiy emgakka selish, yer shari ta'minlash zanjiriga ta'siri va Turkiya uchun yuz berishi mumkin bo'lgan xatarlar temaliq yig'in o'tkazildi. 28 noyabr o'tkazilgan mazkur yig'in Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyati tarafidan Anqara ijtimoiy fanlar universitetida o'tkazilgan bo'lib, yig'inga Turkiya parlament a'zolaridan Yangi yo'l partiyasi parlament a'zosi Idris Shohin, Adolat va taraqqiyot partiyasi Istanbul parlament a'zosi Adam Yildirim, Kelajak partiyasi muavin raisi va parlament a'zosi doktor Seljuk O'zdaq, Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi dotsent doktor Alimjon Bug'da, Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Musajon Arqatorliqlardan boshqa ko'plagan ommaviy tashkilot raislari, akademiklar va faoliyatchilar qatnashdi. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan insoniy huquq tafsandachiligi, bo'libmi Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan majburiy emgak jinoyatlari, turli muhim sohalar orqali yer shari ta'minlash zanjiriga qanday ta'sir ko'rsatayotganligi, bu jinoyatlarning hammasining irqiy qirg'inchilik bilan mos qadamda ijro qilinayotganligi va bularning Turkiyaga axloqiy va iqtisodiy jihatdan keltirib chiqaradigan xatarlarimi tafsiliy o'tirg'a qo'yildi. Va Turkiyadagi navbatdagi tuzumlardan foydalanib turib, manba tekshirishni kuchaytirishdan boshlab qilishga tegishli muhim takliflar o'tirg'a qo'yildi. Yig'inda yana Uyg'urlar navbatda boshdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka selinish qatorliq jinoyatlarni to'xtatishning faqat Sharq Turkiston masalasining hal qilinishi, ishg'oliyatning oxirlashishi bilan amalga oshadiganligi, erkinlik va mustaqillik yo'lida kurash qilishning Uyg'urlarga nisbatan faqat bir vazifa emas, o'xshashli milliy, diniy va tarixiy bir mas'uliyat ekanligi o'tirg'a qo'yildi va Sharq Turkiston bir kuni cho'qim mustaqil bo'ladi. Biz buningga ishonamiz va shuning uchun kurash qilyapmiz deganlar ta'kidlandi. İstanbuldagi yozuvchilar uchrashishida Uyg'urlarning fojialik ahvoli o'tirg'a qo'yildi. 26 noyabr İstanbulning Sulton G'azi rayonida Anadolu maktabasi yozuvchilar mutoliasi yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Bozqirning donishmand qalami Chingiz Aytmatov temasida marhumning hayotiy to'hfalarini xotirlash yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Turk dunyosidagi yozuvchi shoirlar qatnashgan bo'lib, Sulton G'azi shaharlik ma'arif mudiri Najati Takbash, Turk adabiyoti jurnali nashr ishlari boshlig'i Imdod Avshar va Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi raisi Mahmudjon Yasin qatorliqlar ayrim so'z qildi. Mahmudjon Yasin Uyg'ur adablariga vakolatan qilgan so'zida Aytmatovga bog'lab turib, 20-asr Turkiston adabiyotidagi shoir yozuvchilarning yaqin bir jo'g'rafiyaviy va madaniyat muhitida ikki xil Qizil Xitoy va Qizil Rus siyosiy kuchining zulmi va besimi ostida ijodiyat bilan shug'ullanganligini, mutlaq ko'p qalamkashlarning shahid qilinganligi, turmalarga tashlanganligi, jismoniy va ma'naviy iskanjaga elinganligini, ijodiyatda erkinlik muhitidan ayrilib qolganliklarini bayon qildi.
O so'zining oxirida Sharq Turkistonda 2017-yildan keyin 380 dan ortiq yozuvchi, shoir, muxbirning turma va jazo lageriga tashlanganligini, Uyg'ur adabiyotining tarixda ko'rilmagan turg'unlikka kirganligini, Xitoy rejimining Uyg'ur xalqini butun bir millat sifatida xuddi Aytmatov asridan halqagan bir kun romanida yozgan manqur tipiga aylantirishga majburlayotganligini so'zlab, Türk dunyosining Uyg'ur millatiga va adabiyotiga ega chiqishining, nazarini og'dirishining ham insonlik, ham milliy, ham qarindoshlik majburiyati ekanligini ta'kidlab, Uyg'urlarga va Uyg'ur qalamkashlarga erkinlik tilab so'zini oxirlashtirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.